Rossiyadan jigarla Teplitsadan ishni zo'rini topib qo'ydim. Yoshi ham 18 yoshdan 55 yoshgacha erkak, ayol, semeni pari hammani ishga oladi. Eng qizig'i oyligi bezabiyom, 6 kun ish, 1 kun dam. Xo'p, yotog'i, registratsiyasi, borib kelishi, forma, trudadagor, uydimleni, abed mutlaqo bepul kompaniya hisobidan beradi. Oyligi %100 ishonchli ruskiy firma. Ish ayollar kerak bo'lsa o'tirib ishlashi ham mumkin. O'sha joyda bodring pomidor mahsulotlari Teplitsadan chiqadi. Siz ularni ayollar ko'proq upakovka qiladi. Erkaklar esa tayyor korobka mahsulotlarni paletga joylab, mashinaga ortib yuboradi. Shu ish. Xullas, hamma 18 yoshdan 55 yoshgacha eplaydigan ish jigarlar. Video bitta like bosib, videoni oxirigacha ko'rsanglar, men nima ish qilish kerak, qanaqa skalat jarayonlarni hammasini video davomida qo'yib o'taman jigarlar. Kommentda Omad Zuhriddin so'zini yozish esdan chiqmasin. Demak, biz boshladik. Jigarlar, hozirgi kunda Rossiyada rubl kursi pasayib ketdi. Ya'ni 144, 145 bo'lyapti. Endi bu vaziyatda Zuhriddin qanday yechim topsak bo'ladi deganlar uchun zo'r yechim topib qo'ydim. Buning uchun shunchaki kommentariyada silka orqali o'zingizga Play Market yoki App Storedan Yubor ilovasini o'rnatib olsangiz, любой moment sizga yordam beradi. Ya'niki eng baland kurslarda mana shu Yubor ilovasi hozirgi kunda barcha platformalardan eng yuqori kurslarni jo'natib, odamlarga manzur kelyapti. Shuning uchun eng yaxshi tanlov sizlarga taklif qilyapman jigarlar. Sizlar ham tezda kommentariyadagi birinchi silka orqali Yubor ilovasini o'zingizga o'rnatinglar va qulay kurslarda va baland kurslarda uyga pulni shaqalatib jo'nataverasizlar. Mana sizlarga yechim jigarlar. Assalomu alaykum, Zuhriddin Musofir kanalini kuzatib borgan aziz obunachilarimiz, hammalarga xayrli kun deb qolamiz. Assalomu alaykum, musofirda yurgan aka singillar. Sizlarga o'z xizmatlarimiz taklif qilamiz. Inini, siniz, turdoyda go'r odamlaringiz bilan va zapret proyektga va registratsiya xizmati. Ismim Avazxon, shaxsan o'zim javob berib, shaxsan o'zim bitirib beraman. 100% original, xudo xolasa. Aloqaga chiqasizlar, tezlashtirib, muhimi sifatli qilib bitirib beraman. Max Telegram, WhatsApp nomerimni yozib olasizlar, aloqaga chiqarasizlar, kimga qaysi savdo qiling. +7 926 132 42 42. O'zbekiston nomerim +99 894 994 77 00. Aloqada bo'lamiz, xudo xolasa. Jigarlar, ishimiz Rossiyaning Moskovskiy oblast город Kashirada joylashgan Moskva yoki Moskovskiy oblast patenti bor erkak ayol 18 yoshdan 55 yoshgacha hammani ishga qabul qilamiz. Обязательно patent bo'lishi shart. Demak, ishimiz skalatda Teplitsa bor yonida, ana shu Teplitsadan mahsulotlar chiqadi, bodring pomidorlar. Va bu bodring pomidorlarni upakovka qilib, sortirovka qilib, tayyor mahsulot sifatida o'sha sotuvga tayyor qilib chiqarish kerak. Erkaklar gruzchiklik asosan qiladi, ayollar upakovkalik qiladi. Mana videosini ko'rib turibsizlar. Shu ish jarayonlari xullas. Xo'p, oyligiga keladigan bo'lsak, smenalik bezabiyom 12 soat ish, ya'ni 11 soat ish vaqti, 1 soat abed. Abed mutlaqo bepul kompaniya hisobidan. Smenasiga 3200 dan to'lanadi, 96000 rubl oylik. Bu degani hozirgi kunda $1200 ga to'g'ri keladi O'zbekiston dollariga. Yo bo'lmasam so'miga 15 milliondan ortiq oylik. Endi undan tashqari kompaniya yotoq beradi. Registratsiya, borib kelish, trudadagor, uydimleni, forma, abed mutlaqo sizlarga tekinga beradi kompaniya o'zining hisobidan. Agar rasxodlaringiz chiqib ketadigan bo'lsa, oyiga $1000 bemalol ishlab topish aynan mana shu yerda mumkin. Xo'p, buning uchun nima qilish kerak? Mana ekranda ikkita nomer turibdi. Moskva yoki oblast patentingiz bor. Xo'p, rus tilida oz bo'lsa xabaringiz bor bo'lsa, bo'ldi. Yoshingiz 18 dan 55 gacha mana pastdagi raqamlarga telefon qilib, bugun o'zida borib joylashishingiz imkoniyatiga egasizlar. Hozircha 15 ta ayol, 15 ta erkak, 30 dona odam kerak. Срочный vakansiyamiz yopilib qolishi mumkin. Shuning uchun agar ish ma'qul kelgan bo'lsa, yoshingiz to'g'ri kelgan bo'lsa, dokumentingiz bo'ladigan bo'lsa, ish yoqqan bo'lsa, tezda ekrandagi nomerlarga telefon qilib, bugun o'zida borib joylashishingizni tavsiya beraman. Bunaqa ish har doim ham chiqavermaydi. Albatta bunaqa ishdan o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom etinglar. Agar ish haqida kimga to'liqroq yana ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlardan olishingiz mumkin. Musofirda o'zingizlarni ehtiyot qilinglar jigarlar. Sizlar uchun biz izlanishda, harakatda davom etamiz va sizlar bizni qo'llab-quvvatlab tursanglar, shuni o'zi yetadi. Like, komment va videoni tarqatib qo'yinglar. Inshaalloh xudo xolasa biz davom etamiz. Musofirda o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Sizlar bilan har doimdek Zuhriddin Musofir bo'ldi.